Xo'p, doimo ishga kech qolib keladigan inson bormi oralaringda? Dilshod aka. Menda-u. Kech qolgan odam yo'q. Hamma vaqtida keladimi? Hamma vaqtida keladi. Kech qolib keladi, yosh bolasi borligi uchun Dilshod aka. Har xarda sayyoraxon. Donolar donosi nima deydilar? Kech qolib. Men o'zim ham kechga qolaman, ishchilar ham kechga qoladi. Endi arada balalilarimiz bor, ularni naqasiga qaraymiz, kuynaga bor kechga qoladiganlar. Hozircha o'zim kech qolyapman. Yo'q, unaqa yo'q. Hamma ishni zo'r biladigan odam bormi ichlaringda? Endi tanidim. Zarifa. Diloramba brigadirimiz. Voy akam nima desalar o'sha. Eng zo'ri menimcha Saydaxon bo'lsa kerak. Nodiraxon. Mana Zaynabxon, hamma bir xilda ishlaydi. Xo'sh. Yana kim gapiradi? Sayyoraxonda. Diloram opa.